Banan o'simligi faqatgina ekvator atrofidagi issiq va nam iqlimli tropik mintaqalarda yetishtiriladi deb o'ylasangiz adashasiz. Mana 3 yildirki Sho'rchi tumani Ko'klam mahallasida yashovchi 82 yoshli Oysoat aya Xolmatova farzandlari bilan birgalikda tomorqasining 4 sotix yer maydoniga issiqxona tashkil etib, banan yetishtirib, el dasturxoniga yetkazib bermoqda. Ushbu issiqxonaga kirsangiz banan, papaya, mandarin, apelsin, hattoki qumquvvat mevalarining yetishtirilayotganini ko'rib shoshib qolasiz. Yuzidan nur yog'ilib turgan Oysoat aya Xolmatova bilan birgalikda balandligi 3,5–4 metr keladigan bananzorni aylanar ekanmiz, bir lahza o'zimizni tropik mamlakatlarga tushib qolgandek his qildik. Baland bo'yli yam-yashil bananzor sovuq bo'lgan qish paytlarida kishiga o'zgacha bahoriy kayfiyat ulashadi, bahri diling ochiladi. Aslida banan yetishtirishning ham o'ziga yarasha mehnati, mashaqqati bor. Barcha agrotexnika tadbirlari o'z vaqtida bajarilsa, ko'zlangan natijaga erishiladi. Xonadon vakillarining ta'kidlashicha, har bir tup nihol 20–30 kilogrammgacha hosil beradi. Serquyosh zaminimizda yetishtirilgan banan sifati chet eldan keltirilgan banan mahsulotlaridan ustun turadi. Shu bois ham xaridori bisyordir.